Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuş qilishimiz qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Müslümanlar bu yıl Ramazan ayını başqaça kütüb aldı. Müslümanlar üçün ən mühim hesablandıgan Ramazan ayı bu yıl bütün dünya virus tehdidiga duch kelgan alohida vaqtga o'dil kelgan bo'lib, tarixda az ko'rildigan tariqada o'tkazilishga boshlamoqda. Mutlaq ko'p qism davlatlar bu yillik Ramazan ayining bugun 24 aprel juma boshlanadiganligini e'lon qilgan. Faqat Oman va Pokiston qatorliq bir necha davlatlar yangi oy ko'rinmaganligini 25 aprel Ramazanning birinchi kuni ekanligini bildirgan. Xitoy virus sababli barliq davlatlarda degudek masjidlarda tarovih namozi o'qish, to'plashib iftorlashish yoki iftorlik berish qatorliq faoliyatlar umumyuzlik cheklangan. Ammo Pokiston hukumatı masjidlarda ma'lum orliq tashlab jamoat namozi o'qishga ruxsat qilgan va bu sababli Pokistonda yuqumning kuchayib ketishi haqida andisha paydo qilgan. Har qaysi davlatlardagi diniy ulamolar Xitoy virusining ro'za tutishga to'salg'u bo'la olmaydiganligini, shunga salomatligi yaxshi kishilarning bu ibodatni to'liq ado qilishi kerakligini bildirgan. Ammo Tojikiston prezidenti tunugun Ramazon oyini kutib olish uchun o'tkazilgan ma'lum bir faoliyatda fuqarolarni Ramazon mazgilida ro'za tutmaslikka chaqirgan. Garchi Tojikiston hozirgacha Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar bayqalmagan az bir qism davlatlarning biri bo'lsa-mu, ammo Tojikiston prezidenti ro'za tutgan ahvolda ishlab chiqarishning ta'siriga uchraydiganligi, kishilarning oson yuqumlanib qoladiganligi qatorliq sabablarni ko'rsatib, ro'za tutmaslikka chaqiriq qilgan. Bu yilmi Sharq Turkiston xalqining bu muhim ibodatni ado qila olishidan so'z echish mumkin emas bo'lib, hatto Xitoyning yolg'on tashviqoti uchun qurilgan atalmish islom dini jamiyatining to'r betidami Ramazon oyiga aloqador hech qanday mazmun yo'llanmagan. Növbəti muhaciratdagi aktiv faoliyatchilar ijtimoiy taratqularda Sharq Turkiston xalqining bu yilmi Ramazon oyidan mahrum qoldirilganligi haqidagi tashviqotlarni kuchaytmoqda. Türk dunyosidagi bolalar Sharq Turkistondagi bolalarga salom yo'lladi. 23 aprel Turkiyadagi bolalar bayrami munosabati bilan Türk dunyosidagi bolalar Sharq Turkistondagi bolalarga bayramlik salom yo'lladi. Türkiye, Azerbaycan, Qrim qatorliq Türk dunyosidagi bolalar tor orqali bolalar bayramini tabriklaganda ma'sum bolalik davrini Xitoyning zo'ravon siyosati ostida o'tkazishga majbur bo'layotgan Sharq Turkistonlik do'stlarini unutmadi. Qrim xabar agentligi yana bolalar bayrami munosabati bilan Türk dunyosidagi bolalarning o'zaro bayramini tabriklagan Sharq Turkistonlik bolalarning Xitoy tajovuzchilarining zo'ravon siyosati sababli ota-onasi va qarindoshlaridan ayrilganligidek ichinishli ko'rinishlar aks ettirilgan sin ishlab tarqatdi. Birinchi majlisda marosim o'tkazildi. 23 aprel Turkiyada Milliy igilik huquq va bolalar bayrami va Turkiya Buyuk Millat Majlisi qurilganligining 100-yilligini tabriklash munosabati bilan birinchi majlisda marosim o'tkazildi. Murasimga Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başlığı Mustafa Şentop, muavin Cumhur Reis Fuat Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi rəhbəri Kemal Kılıçdaroğlu, Ma'arif Ministri Ziya Selçuk, Devlet Müdafiə Ministri Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi rəhbəri Devlet Bahçeli, Baş Ştab Başlığı General Yaşar Güler, Quruqluq Armiya Komandanı General Ümit Dündar, Deniz Armiyası Komandanı Adnan Özbal, Hava Armiyası Komandanı General Hasan Küçük Aqyüz ve bir qism parlament a'zolari qatnashdi. Shantop bu yerda qilgan so'zida mundaq dedi: "Bu majlis shart-sharoitning odatdan tashqari darajada nachar bo'lishiga qaramay, xalqimizning mustaqillik irodasining qat'iyligini butkul jahonga namoyon qilish uchun kurashga otlangan qahramon bir millatning simvolidir." Keyinchi Turkiya Buyuk Millat Majlisi umumiy kengashi parlament boshlig'i Shantopning riyosatchiligida Türkiye Büyük Millet Meclisi qurilganligining 100-yilligi va 23 aprel Milliy igilik huquq va bolalar bayramini tabriklash munosabati bilan maxsus kun tartibga asosan to'plandi. Shantop bu yerda qilgan so'zida mundaq dedi: "Biz qurilganligining 100-yilligini tabriklayotgan g'ozi majlisimiz milliy kurashning natijasi emas, aksicha bevosita markaziy va qarorgohidir."
Xitoyga qarshi harbiy mablag' selish qonun loyihasi Amerika palatasiga sunildi. Amerika Arkansas shtatining palata a'zosi Jumhuriyatchi Tom Cotton palataga Xitoyga qarshi qonun loyihasi sundi. Amerika Arkansas shtatining palata a'zosi Jumhuriyatchi Tom Cotton tarafidan sunilgan qonun loyihasida Tinch okean rayoniga Xitoyga qarshi ishiltish uchun 43 milliard dollarlik harbiy mablag' selish planlandi. Qonun loyihasida mablag' selishdagi asosliq maqsadning Xitoyning Amerikani Tinch okeandan qo'g'lab chiqarish urinishlariga taqobil turish ekanligi bildirildi. Bu doirada rayonga o'rnatish uchun Virginia sinipi va Kolumbiya sinipi 2 yadro suvosti paraxoti, terminal yuksak egizlik boshqariladigan bomba mudofaa sistemasi THAAD va quruqliqqa o'rinlashtiriladigan yangi avlod paraxot pochaqlag'uchi boshqariladigan bomba setib olinishi kerakligi talab qilindi. Qonun loyihasida buningdan boshqa yana Xitoyga qarshi havo ustunligini kapolatga ega qilish uchun F-35 tipli kurashchi aeroplan setib olish va Boeing shirkati tadqiq qilib yasab chiqqan yangi avlod F-15EX tipli kurashchi aeroplanning ishlab chiqarilishini tezlashtirish talab qilindi. Qonun loyihasida Xitoy virusining yuqumining tarqalishida Xitoyning javobgar ekanligi ta'kidlandi. Amerika va ittifoqdoshlari shundaqla mudofaa shirkatlarining yuqumning ziyniga uchirmasligi uchun 11 milliard dollarlik qo'shimcha xamjot tuzib chiqish talab qilindi. Tayvan bilan bevosita harbiy munosabat o'rnatish kerakligi o'ttirg'a qo'yilgan qonun loyihasida yana Tayvanning poytaxti Taypeyga general darajalik harbiy vakolatchi tayinlanishi lozimligi talab qilindi. Qonun loyihasida rayondagi Amerika ittifoqdoshlari bilan o'rtaq tajriba va harbiy manevrlarni ko'paytirishning muhimligi ta'kidlandi. Rayonga harbiy muassasalarni qurish va uchur mashg'uloti elib berish uchun 1 milliard 600 million dollarlik qo'shimcha yordam fondi ajratilishi talab qilindi. Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanganlar 100 mingdan oshdi. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministeri Fahrettin Koca 23 aprel Türkiyədə Xitoy virusi bilan yuqumlanğanlarning 100 mingdan oshganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca 23 aprel soat 19da Türkiyədəki Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlangan deb gumon qilingan 40.962 kishini tekshirish orqali bir kun ichida 3116 kishining virus bilan yuqumlanganligining aniqlanganligini. Bunun bilan Türkiyədə Xitoy virusi bilan yuqumlanğuchilarning 101.790 ga yetganligini, bir kun ichida 115 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 2491 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana 23 aprel davolanayotgan bemorlar ichida 2014 nafarining salomatligining asliga kelganligini, 1816 bemorning kasalining og'ir ekanligini, yaxshilanayotgan bemorlar sonining barg'ansiri eshiyotganligini, xalqning hukumatga moslashib, uydan chiqmaslik qatorliq tadbirlarni yaxshi qilishi kerakligini ta'kidladi. Vyetnam bilan Xitoyning zimin mojarosi kuchaydi. Tangritog to'rining 22 apreldagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy bilan Vyetnamning dengiz tavalligidagi zimin mojarosi kuchayishga boshlagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Geng Shuang qarallik muxbirlarni kutib olish yig'inida muxbirlar so'ragan Vyetnam Birlashgan Millatlar Tashkilotiga not topshirib, Shisha va Nansha taqim orollarida egilik huquqi borligini ta'kidladi. Buningga qanday qaraysiz degan savoliga javob berib, Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishliq doimiy vakillari o'mikining Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibiga not topshirib, Vyetnamning Janubiy dengiz tavalligidagi egilik huquq tashabbusiga qarshi turganligini oshkorlagan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 3-oyning oxiridan buyon Vyetnamning Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishliq doimiy vakillari Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibiga orqa-orqadan ko'p qitim not topshirib, Janubiy dengizda o'zlarining egilik huquqi borligini bildirgan va Xitoyning Vyetnamning egilik huquqiga daxli taruz qilganligiga norozilik bildirgan. Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishliq doimiy vakillari Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibiga not topshirib, Vyetnamning Janubiy dengizdagi Shisha taqim orollari, Nansha taqim orollarida egilik huquqi yo'qligini ta'kidlagan. Geng Shuang yana Vyetnam va qo'shni davlatlarga tahdid selib, mayli qaysi davlat qaysi usulda bo'lsin, Janubiy dengizda egilik huquqi va huquq manfaati borligini talab qiladi ekan, hammasi inovatsiz bo'ladi. Hargiz amalga oshmaydi. Xitoy barliq zarur tadbirlarni qo'llanib, Janubiy dengizdagi egilik huquqi va huquq manfaatini qattiq qo'g'daydi deganlarni bildirgan. Mike Pompeo Xitoydan Wuhandagi tajribaxonalarni tekshirishga echib o'tishni yana talab qildi.
Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 22 aprel çarşamba kuni qilgan so'zida Xitoyga Wuhandagi tajribaxonalarga tekshiruvga avatishga yo'l qo'yish haqida besim ishlatdi. Fransiya agentligining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Xitoy rejimi garchi Wuhan virusining Wuhandagi tajribaxonadan tarqalganligini izchil rad qilib kelayotgan bo'lsa-mu, biroq Mike Pompeo shu kundagi so'zida bu ehtimollikni qat'iy holda ilgari surdi. Pompeo muxbirga qilgan so'zida esingizda tutishingiz kerakki, Xitoyda murakkab kasallik mikroblarini tadqiq qiladigan tajribaxonalar hali ham ochiq. U faqat Wuhandagi virus institutida emas deganlarini bildirdi. Mike Pompeo yana bu materiallarning tasodifiy holda chiqib ketmasligi uchun bexatar holda birtaraf qilinishi nihoyatda muhim deb eskartdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo so'zi davomida yana Xitoy tarafining texnicha Wuhan virusining eng burun bayqalgan avilishkisini o'rtoqlashmaganligini eskartib, buning gumon va andisha qo'zg'aydiganligini aytdi. Pompeo eskartib mundaq dedi: "Bizda yanada virusning avilishkisi yo'q. Xitoy hozirgacha dunyoning Wuhandagi virus paydo bo'lgan o'rinlarga kirishiga ruxsat qilmadi. Amerika hozir bu vaqtga chaqiriqlarni kuchaytirayotgan bo'lib, Xitoyning virus haqidagi haqiqatni yushirayotganligi dunyoda keng umumlashgan bir ko'z qarashga aylandi." Sharqi Turkiston Ulamolar birligi xalqimizning Ramazon oyini tabrikladi. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharqi Turkiston Ulamolar birligi yilda bir keladigan muborak Ramazon oyi yetib kelish munosabati bilan butun dunyodagi xalqimizning muborak Ramazon oyini tabrikladi. Tabriknomada bu oyning kunduzlari ro'za tutib, kechalari tarovih, tahajjud namozlari, duo tasbihlari bilan o'tkaziladigan ulug' oy ekanligi bildirildi. Tabriknomada yana vatanimiz Sharqi Turkistonda xalqimiz bu muborak oyni ig'ir musibat, qatma-qat zulm ichida kutib olmoqda. Milyonlagan xalqimiz zindonlarda, yana milyonlaganlari lagerlarda, yana yuz minglagan begunoh yoshlar Xitoy o'lkalarida qul o'rnida ishlatilmoqda. Organlari o'g'irlanib setilmoqda. Chet ellardami dunyoni qoplagan milyonlagan odamning hayotini xatarga yo'liqtirib, butun dunyoga ig'ir falokat elib kelgan Xitoy virusining tahdidi ostida uylarga solinib, masjidlarimizda jamoat bilan namoz o'qiy olmay, yaqin yo'riqlarimiz, tuqqanlarimiz bilan uchrasha olmayotgan bir vaziyatda muborak Ramazonni kutib olmoqdamiz. Shundaqdimi butun dunyodagi muhojiratda yashayotgan xalqimizning muborak oyini tabriklaymiz. Vatanimizdagi zulmning tez fursatda oxirlashishi, zolimlarning halokati uchun chet ellardagi xalqimizning bu muborak oyda Allohga yelinib duo tilovatlarini ko'plab qilishini umid qilamiz. Alloh tutgan roza, qilgan ibodatlarni o'z dargohida qabul qilsin. Hurmat bilan Sharqi Turkiston Ulamolar birligi. Kinchvango Qashqar ziyoratida yanada ijtimoiy muqimlik va namoratlikni tugatishni ta'kidlagan. Ishg'ol ostidagi vatanimiz Sharqi Turkistonda Xitoy virusi yuqumi qamoli bekor qilingandan keyin har darajalik Xitoy rahbarlarining orqa-orqadan vatanimizning janubiga, bo'libmi Qashqarga ziyoratga berishi diqqat qo'zg'amoqda. Tangritog to'rining xabariga qaraganda, yaqinda atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partiyasining sekretari Kinchvango yuqumning oldini olish, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotni ilgari surish nomida Qashqarga berib xizmat tekshirishida bo'lgan. U ziyoratida Xitoy raisi Shi Jinpingning yo'l yo'riqlarini jamiyat muqimligi va uzun muddatlik aminlikdan iborat umumiy nishonga yetish bilan birga atalmish namoratlikdan qutulish nishoniga kafolatlik qilishni ta'kidlagan. Xitoy taratqullari texi bir qancha kun ilgari, ya'ni 18-20 aprel kunlari Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining a'zosi, Xitoyning muavin bosh ministri, Xitoy davlat kabineti namoratlarni yo'lash, ro'naq topqitish rahbarlik guruhining boshlig'i Xu Chuanxuaning Sharqi Turkistonning janubida xizmat ziyoratida bo'lganligini va uning atalmish Uyg'ur rayonidagi namoratlikdan qutuldirish xizmatiga, bo'libmi vatanimizning janubida atalmish namoratlikdan qutulish jangida g'alaba qilishni nuqtali holda ta'kidlaganligini bayon qilgan edi. Chet ellardagi kuzatuvchilarning qarashicha, yuqorqi 2 nafar Xitoy amaldorining orqama-orqadan Qashqarni ziyorat qilishi Xitoy rejimining bundan keyin Sharqi Turkistonning janubiga yuzilinishini asosiy nishon qilayotganligini ko'rsatib beradi ekan. Bu nuqtadan qaraganda Xitoy doiralarining bundan keyin Sharqi Turkistonning janubini echishni tezlatib, yanama ko'p Xitoy shirkatlari va Xitoy ko'chmanlarini janubga o'rinlashishga tashabbus qiladiganligi mo'ljallanmoqda. Xitoy elchisi Su Tiankay Xitoyning virus masalasida javobgarligi yo'qligini ilgari surdi.
Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchisi Su Tiankay Bloomberg xabarlariga qilgan so'zida, "Men faqat Amerika Xitoy orasidagi jiddiylikning pasaytirilishini orzu qilib qolmay, balki yana ikki davlat orasidagi munosabat ustida astoydil o'yinib ko'rishni ko'zlayapman" degan. Xitoy rejimi virus yuqumining haqiqiy ahvoli haqida tutgan pozitsiyasi sababli Amerika va Yevropa davlatlarining kuchli tanqidiga uchragan va ularning Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarini qaytadan ko'zdan kechirishi ta'kidlanayotgan bir mezgilda Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchisining bunday so'z qilishi diqqat qo'zg'adi. Su Tiankay Xitoy rejimini oqlab o'zlarining virus masalasida ochiq-oshkora bo'lganligini, Dunyo sog'liqni tashkiloti bilan barliq uchurlarni o'rtoqlashganligini ilgari surdi. U hatto aksiga Amerikalik rahbarlar mutaxassislarning virus haqidagi ogohlantirishlarga quloq solmadi deb tanqid qildi. U yana bir qism Amerikalik siyosiy yo'llarning Xitoy bilan qasddan elishib, Xitoyning yaxshi niyat bilan qilayotgan sahiya yordamlaridan qusur izlayotganligini ilgari surdi. U so'zda Xitoyning taraqqiyotining Amerikaning ziyon tortishi badaliga kelayotganligini rad qildi. Wuhandan tarqalgan Xitoy virusining vaboga aylanib zo'r ziyon keltirib chiqarishida Xitoy rejimining haqiqatni maqsadli holda yushirishining sabab bo'lganligi dunyoda hammaga ayon bir paketga aylangan nurg'un davlatlar Xitoydan buning hisobini so'rashga tayyorlanayotgan bir sharoitda Xitoy elchining yana to'xtamay gunohni boshqalarga ortishga urinishi diqqat qo'zg'adi. Biroq chet ellardagi kuzatuvchilar Xitoyning bunday urinishlarining amdi qarg'i kelmaydiganligini bildirishmoqda. Amerikaning Missouri shtati texi oldingi kunlar tunji bo'lib Xitoy ustidan sudga ariz sungan edi. Missouri shtatlik adliya nazoratining naziri bosh taftish Erik Shimisning ishxonasi bu vaqtda yozim bayonot e'lon qilib, Xitoy rejimi virus masalasida dunyoni oldi. Shuning uchun ular bu qilmish sababidan kelib chiqqan barliq oqibatga javobgar bo'lishi lozim degan. Dunyo sog'liqni tashkiloti birli vaqtda Xitoyning yordamiga va Amerikaning besimiga duch kelmoqda. Dunyo sog'liqni tashkiloti Xitoy virusi sababli kuchli besimga uchrayotgan Amerikaning yordamni to'xtatish qaroriga duch kelayotgan bir paytda Xitoy Dunyo sog'liqni tashkilotiga 30 million dollar yordam qilganligini jakarladi. Amerika prezidenti Trump bu oyning 5-ida Dunyo sog'liqni tashkilotining xizmatlarini tekshirib chiqadiganligini, bu jarayonda Amerika hukumatining yordamini to'xtatganligini bildirgan edi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo payshanba kuni Fox kanalining ziyoratini qabul qilib, Dunyo sog'liqni tashkilotining tuzilmasini umumyuzlik o'zgartirib chiqish lozimligini, undaq bo'lmaganda Amerikaning bundan keyin yordamni mangulik to'xtatganligini bildirgan edi. O'xshash kunda Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying Twitterda uchur yo'llab, Xitoyning Dunyo sog'liqni tashkilotiga 30 million dollar yordam qilganligini bildirgan. Xitoy oldingi oyda 20 million dollar yordam qilganligini jakarlagan bo'lib, buning bilan umumiy yordam summasi 50 million dollarga yetgan. Navbatda Xitoy virusining mas'uliyati Xitoy doiralari va Dunyo sog'liqni tashkilotiga markazlashayotgan bo'lib, Xitoy taraf Dunyo sog'liqni tashkilotiga diplomatiya va iqtisodiy jihatdan qo'llashni kuchaytirmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.